Krasnodar shaharlariga Toshkent, Volgograd, Saratov, Rostov, Krasnodarga ketayotgan aka-ukalarimiz fikrini bilamiz. Qalay ketyapti va nechta pul bergan aka? Assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Siz ham yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Nima deb tavsiya berasiz amaki? Biz Navoiydan turib telefon qilgandik, mana sizlarga bog'langandik. Boshida ishonmadik. To'g'risi. Mana endi ko'zimiz bilan ko'rib turibmizki, Toshkentning qo'yligidan Qaysi shaharga ketyapsiz? bizlar Astraxanda tushib qolamiz. Astraxanda tushib qolasiz. Astraxanda tushib qolamiz, yo'g'i yo'nalishimiz bor. Lekin birinchi marta men 10 yildan beri Rossiyaga borib kelaman. Birinchi marta Toshkentdan qo'yilganini ko'zim bilan ko'rganim. Davlat avtobusimiga? Davlat avtobusi. Otalarga rahmat. Endi men qarang. Bizga ishonsa bo'ladimi? Albatta ishonsa bo'ladi. Mana hamma butun yil ko'rib. Nechta pul berdingiz? 915 ming. 15 ming to'lov qildingiz kassaga. To'g'ri. Akalar mana bizni reyslarimiz. Salomat bo'linglar. Rahmat amaki. Toshkent, Volgograd, Toshkent, Saratov, Rostov, Krasnodar. Krasnodarga kelganinglardan keyin Sochi, Mariupol, Gelenjik, Novorossiysk yo'nalishlariga biz o'zimiz sizlarga yordam beramiz. Ko'p videolarda ko'ryapmiz. Novorossiyskga ham bor, Gelenjikka ham bor. U yoqqa bu uyingizga tashab qo'yamiz, avtobus kirib o'tib ketadi deyishyapti-da. Aka, mana akamiz ko'p yildan beri yurgan ekan. Aka oldin mana 1-2 yil oldin mana o'tgan yil ham Qozog'istonga o'tilardi. Kerak bo'lsa 12 soatlab kutirardi, kerak bo'lsa 10 soatlab kutirardi. Mana siz ham keyingi avtobusda buzilib, yerlarda yo'llarda qolib. Xudo xolasa mana ichki ishonchi bo'lmadi. Endi mana siz ham gapirsangiz, biz mana bizga ishonadi-da odamlar, aka. Ishonsinmi aka? Qo'yliqqa kelsinmi? To'g'ri kelaveringlar, отвечаю, javob. Gazini bosing aka. Xudo xolasa aka-ukalar bemalol kelasizlar, ketasizlar. Sog' bo'linglar.